u bilan bog'lanib qolishyapti-da bizada. Faqat bolali bo'lish bilan. Undan keyin rostini endi men ko'p narsani o'yladim. Oxirgi anaqalarda ham bir gaplaringiz bor edi. Inson baribir o'zi uchun yashash kerak. Kiramchilik kuchli bo'lishi ham oldingizga borgan. hech yil bo'lmagan. Hech yil bo'lmaganda. Undan keyin ikkita farzandli bo'ldim. Alhamdulillah, shu rejalarga qaytib kelgan. Aytaman, Allohning baribir berganida, mana senga berdim to'rtta farzand, shuni shukrini qilib yashagin. Deyotgandir balki. Qadriga yetishga. Keyin men aytdim, rejam borligini bilmagan edim. Lekin o'zi ham katta ishgan, pudramiz ishgan, o'zidan keyin to'g'risan ishgan. Men yana bitta to'g'ri dedim. Yana bitta to'g'ri dedim. Ikkinchi darajali общение ishgan, to'g'ri dedim. Endi yo'lga ketsam men onam o'ziga assalomu alaykum kerak. Nima qilasan hozir? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Lekin ketaman. O'zimda qanaqadir tushib ko'rdimmi, boshqa qildimmi? Keyin bir ikki oydan keyin rejam borligini bilib qoldim. To'g'ri ko'rsatdim. Shunda ham necha yil deydi? 1 yil deydi. To'g'ri ko'rsatdim-da, keyin reja bo'lgandan keyin anaqamga yo'q to'xta dedim. Shu rejanicha Alloh sabab chiqib qo'ydi menga dedim. Shuni anaqasida dedim, bo'ldi to'xta, tug'magin deb shekilli dedim. Endi to'rtta bolani yo'lashi o'zini hozir. Mana o'tib oldi. Mana hammasi zo'r. Lekin men rosa xursand bo'ldim. Da? To'g'ri, anaqada operatsiyonda to'g'risini topishdi deganlar, молодец degan. Pastga o'qishdi ekan. Qizlarga ham gap yo'q sizlarga. Anaqa beradigan doktorlarga ham anesteziya voy anaqa ko'tararkanlar, motivatsiya berarkanlar ular ham. Qo'rqitganimni bilib, yo'q qo'rqmaysiz, operatsiyadan emas, narkozdan qo'rqasiz. Haqiqatdan ichimdagini topdim. Yo'q, qo'rqishgansiz. Qanday o'tib oldi-yu. Yo, og'riq shundoq ham bo'ladi anu. Organizm chiqarishga harakat qiladi-ku go'da. Ko'plar plastikadagi qo'rqadi. Plastika qilishimiz qo'rqadi, yorug' kuchli bo'ladi. Bo'ldi, mana shunaqa ichki deymiz, Shundasi bo'ladi-da. qani bilan barcha deganimiz To'g'ridan ko'ra yengilroq protsess, lekin saloq salkini o'tib ketadi. inson narsaga o'yinga odam sabr qiladi. Ayol kishi baribir o'zini восстановить qilishi kerak-da.